Xullas shunaqa gaplar deng. O'zingiz haqingizga gapirib bermadingiz-ku. Nima ish qilasiz? Men katta bizneslarim bor. Chet ellik hamkorlarim bor. Har oy chet elga qatnayman. Mana yaqinda Turkiyaga bordim, Dubayga bordim, Xitoyga bordim. Bir hafta bo'ldi kelganimga. Ha, demak, shuncha davlatlarga borgan bo'lsangiz, geografiyani yaxshi bilsangiz kerak. Yo'q. Geografiyani yaxshi bilmayman. Chunki hali u yerga borganim yo'q. Lekin kelasi oyga geografiyaga ham borishni rejalashtiryapman. Boraman. Ha, tushunarli. Ha, Bo'rivoy, qalaysan? Assalomu alaykum aka. Uygami? Ha, O'tir. yomg'irda qolib ketdim. Boringizga shukr. Ertaroq kelsangiz bo'lmaydimi? Juda yomg'ir yog'yapti aka. Bo'rivoy, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshiman, yuribmiz. Nima ish qilyapsan? Aka, ish yo'q. Bugun shaharga kelgandim, bir joyga uchrashgani. Maoshi to'g'ri kelmaydi. Qaytib ketyapman endi mana. Endi nima reja qilyapsan? Reja yo'q aka. Bekorchilik. Har doimgidek. O'zingiz nima ish qilyapsiz? Men shaharga borib kira qilyapman, uka. Bu kiradan ham yaxshi qoladimi? Zo'r qoladi. Aytgan manziligacha olib borib qo'ysang, ayrimi qo'shib beradi. Kiradan yaxshi qolsa qilardim-u, lekin mashinam yo'q-da. Ha, u mashinang bo'lishi shart emas. Qanaqasiga? Men rulni ushlab olib yurmayman-ku kira qilib. Qani, ketdi deb. Bo'rivoy. Mashinani ijaraga beradigan odamlar bor. O'shalardan bitta mashina olsang, ham ishing bitadi, ham mashina yoningga qoladi. Ijaraga haydashga haydayman-u, u keyin oqlaydimi? Qoladi, zo'r qoladi. Shunchasi haydayapti-yu. Mehnat qilsang, yelib yugursang qoladi, zo'r bo'ladi. Ijaraga mashina beradigan odam qaydan topsam bo'ladi? Mana bu bardoshog'ini och, o'sha yerda meni kitobcham bor. Mana bor ekan, ha? Ana shuni ichida yozib qo'ygan. O'sha akaning nomeri shu. Shuni yozib ol. Bo'ldi aka, yozib oldim, rahmat. O'zi umuman bu ish qanaqa? Umuman qiyinchiliklarni aytyapman-da. Bo'rivoy. Hamma ishning qiyinchiligi bor. Bu ishning eng yaxshi tomoni nima aytaymi? O'zingga o'zing xo'jayinsan. Boshingda hech kim turmaydi. Bemalol ishlab pul topasan. Shu tomonlari yaxshi. Demak, birovni gapiga kirish yo'q. Yo'q. O'zingiz aytganingizni qilasiz. O'zingga xon, o'zingga beksan, uka. Birovning gapiga kirmaysan. O'ngga burib oling. Xo'p bo'ladi. Bu bekorga shaharga har kuni borib kira qilmayapti. Demak, foydasi bor. Ertadan harakatimni qilaman. Men ham taksist bo'laman. Bo'pti, men o'qishga ketdim. Choy ichib olmaysanmi? Darsga kech qolyapman, oyijon. O'qishda bu narsa yeb olarman. Doim kech qolasan. Nima qilay axir? Uyquga to'ymayapman. Uyquga to'yish uchun uxlash kerak. Kechqurun uyqum kelmayapti-da. Uyquga to'yib mazza qilib uxlashingni bitta yo'li bor. Qanaqa yo'li? Telefonni menga ber.
Ana, Nima bu? telefon. Bugundan boshlab internetsiz mazza qilib uxlaysan. Shuni ishlatasan. Oyijon. Xullas, mashina mana shu ka. Tushunarli, yaxshi. Haydovchilik guvohnomang bormi o'zi? Bor. Hammasi joyida. Mashinani har kun kechqurun uyimga olib kelishing shart. Yuvib, tozalab. Endi o'zingga yaxshi-da. Aha. Ijara pulini ham kunligini kunda topshirasan. Biron joyda nosozlik chiqsa, o'z hisobingdan qildirasan. 50 emasmi? Usta haqqi. Voy. Men senga but-butun topshiryapmanmi? Shunaqa qilib qaytarishing shart. Mana qara, yangi mashina. Salonni olib chiqqan mana. Qanaqa salon? 5-10 yil bo'ldi mashina chiqmay qo'yganiga. O'ka salonda turgan ekan. Chiqmayapti, men oldim shuni. Mana qara senga nasibdi. Xo'p, mayli. Ana undan keyinchi hozircha bilan but-butun oldim va shu holatda qaytaraman deb yozib berasan. Shu shartmi? Shart. Men qara, olmasang ana olaman deganlar 1000 ta. Bor. Bo'pti, yozib beraman. Kelishdik. Mana qarang aka, nima o'zingiz haydaysiz mashinani? Mana qara. Men ko'pincha otib turaman-da, menga sal to'g'ri kelmayapti. Bo'ldi. Kelishdik. Bo'pti. Yaxshi kunlarga min. Baş usta ham jonimga tegdi-da. Ertaga tayyor bo'ladi mashinangiz. Kelib olib ketasiz degan. Bir hafta bo'ldi. Men shayqam lanch usta bo'ladimi? Ayb o'zingizda. Bo'lar baba joylagan mashina haydurganingizdan buzildi. Yaxshi qarash kerak edi. Qanaqa bo'lar baba joyga haydadim mashinani. Sani onangning uyiga bordim. Sani onangning uyiga borgandan keyin mashina buzildi. Yo'q-e. Assalomu alaykum, taksi kerakmi? Ha, taksi kerak edi. Bo'ldi. 2 tor ko'chaga qancha bo'ladi? 20 ming so'm. 20 ming? Bo'ldi yaxshi. Ha, bulargachi? Farqi yo'q. 20 ming bersangiz bo'ldi. Farqi yo'qmi? Yo'q. Ko'rdingmi xotin? Mana shu taksistlar ham seni bir tiyinga olmayapti. Men seni-chi 20 yildan beri xotin qilib yuribman. O'tir mashinaga. Assalomu alaykum aka. Taksimi? Ha, taksi. Uyga borib qo'ying iltimos. Gap so'z yo'q, chiqing. Xo'p bo'ladi. Shaharda yaxshi bilasizmi o'zi uka? Yo'q, shaharga bugun keldim aka. Ha. Qishloqdanman. Voy, shahrimiz kundan kunga shunaqa chiroyli bo'lib ketyapti, qarang. Voy, shaharliklar o'zi ham tanimay qolyapti. Shunday. Ishni bugun boshladim-da aka. Ukajon. Hali bu shaharda bir qancha vaqt ishlasangiz, o shaharli bo'lib ketasiz, mana meni aytdi deysiz. Nasib. Bo'lmasa yo'lni ko'rsatib ketasizmi? Albatta, mana o'zim yo'l ko'rsataman. Qani haydang. Xo'p bo'ladi. Haydang. Rahmat uka, baraka toping. Salomat bo'ling aka, salomat bo'ling. Endi ukajon, men mana shu uyning 3-qavatida turaman. Yaxshi uy ekan, chiroyli mahalla. Shu xotinga telefon qilib, pul olib tushgin taksiga desam, telefonni ko'tarmayapti. Shunga o'zim lip etib chiqaman, pul olib pastga tushaman. Mumkinmi? Bo'ldi aka. O'zi qancha bo'ldi? 30 ming so'm. Bo'ldi, muammo yo'q. Ungacha iltimos, mana shu pitsa shu yerda turib tursin, ha? Xo'p. Hozir. Xo'p. Rahmat. Juda qolib ketdi-yu bu, ha?
Nima bola pulini seyfdan olyaptimi? O'zi nonushta ham qilmadim. Ishtahani ochib, pizzasini tashib ketganchi buni. Qanaqa pizza ekan a? Yopiq turadi-ku. Chiqquncha bitta kusak yeb olsam, bilmay qoladi. Tushunmadim. Bu nimasi? Yaramas. Chuch turibdi-yu, ha? Muttaham. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Taksi kerakmi? Kerak. Bo'ldi. Qayerga borasiz? Istiqbol 5 ga. Olib tashiyman. Nech pul bo'ladi? Ha, bo'lsa 25 ming bo'lar. 2 kishiga ya? Ayyo, o'zingizga. O'g'lingizga mayli tekin. Gaping gap-a? Ha, men bir so'zli yigitman aka. Qaytish yo'q-a? Yo'q. O'tir oldiga. Ha. So'mkani ushla. O'g'limni olib boraver. Men o'zim sekin yayo yetib olaman. Nima, gapingdan qaytasanmi? 2 so'zli yigitmisan? Yo. Bo'ldi, qayda. Hop. Bo'pti. Menga to'lamoq qilaylik. Tushunmadim. Nima bo'ldi bunga? Obbo, shu yerda turgandi. Xullas aka, motor yetib kelgan. Endi nima bo'ladi? Yuradimi? Motorsiz qanday yurasiz? Aka, bir yo'lni qilib bering. Vaqtincha bo'lsa ham yursin. Motorga katta pul kerak, men unaqa pulim yo'q-da. Bo'pti. 2 million berasiz. Vaqtincha yuradigan qilib beraman. Yo'q, bo'ldi. Faqat bilasizmi, bu mashina men tirikchiligim. Iloji bo'lsa ertaroq qilib bering, ha? 3-4 kun yotmasin shu yerda. Mayli. 2 soatdan keyin keling. Faqat pulini men yo'q bo'lsam shogirdimga tashlab keting. Xo'p bo'ladi. Faqat chiroyli qilib berasiz o'zingiz, ha? Rahmat.
Bo'ldi, xo'p, qo'lingiz to'g'ri bo'lsin. Alo. Aha, choyxonagami? Boraman. Ha, hozir bitta mashina ko'ryapman. 5 minutlik ishi bor. Keyin uchib boraman. Xo'p. Bo'pti. Menga qara. Bu toza mashina. Hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas. Aka, bu meni gapim emas, ustani gapi. Demak, buzgansan. O'zing mashina haydashni bilasanmi sen? Hech qanday ortiqcha ish qilmadim, rost. Xullas, hammasi o'zingni bo'yningda. Tilxat yozgansan. O'zingga qara, uka. Dars qolsanmi, qizim? Ha, Yaxshi. Telefoningni olganimdan keyin dars qilishing ham ko'paydi mana, o'zgarding. Yaxshi. Nima fandan? o'zbek tili. O'zbek tili. Bilasanmi? Men maktab paytida o'zbek tili, rus tili, ingliz tili hammasini yodlab olganman. Yaxshi o'qiganman. Ha, Oyjon, sizga bitta savol bersam maylimi? Beru. Anovi o'g'irladi so'zi o'tgan zamonda qanday bo'ladi? Ha, o'g'irladi so'zimi? O'g'irlagan edi bo'ladi. Ha, tushunarli. Kelasi zamondachi? Kelasi zamonda o'g'irladi degan so'zmi? Qamoqda bo'ladi. Qamoqda. Ha, tushunarli. Qanday o'qiganingiz? Sen darslaring o'qizaman. Sen xalaq berma. Aka, assalomu alaykum. Bo'riboyevachcha, va alaykum assalom. Bu demak o'zimni mashinamda olib borib qo'yar ekansan-da. Shunaqa bo'ladigan bo'lib turibdi shekilli. Shota Rustaveli ko'chasiga 2 kishi. Xo'p, qani ikkinchi siz bir o'zingizsiz shekilli? Yo'q, sen bormaysanmi? Boraman. Bo'ldi-da. O'tiring. Mana yetib keldik. Rahmat. Bo'riboy. Shoshmang. Taksini pulini bermaysizmi? Aytgancha, ha? Pul berishim kerak. Berasiz. Men sizni ijorangizni shaqillatib beryapman-ku. Siz ham bering-da. Nech pul bo'ldi? 20 ming. Mana. Bu yerda 10 ming-ku. Boya men senga o'tirishda aytdim-mi 2 kishi deb. Sen ham kelding-ku. 10 mingni sen berasan-da. Rahmat. Quramsoq. Mana yetib keldik. O'zi 70 minglik yo'l, lekin mayli. 50 ming bersangiz bo'ladi. Butun shahar aylantirib chiqdingiz-ey. Qoyil. Voy. Bilasizmi, kashalogim uyda qolib ketibdi. Yodimdan ko'tarilibdi. Qanaqasiga? Bu nima deganingiz? Hozir yoningizda 1 so'm pul yo'qmi? Yo'q, yana qaytib borib uydan olib kelishga to'g'ri keladi. Bo'pti. Sizga ish bor. Nima ish? Bir yo'lni qilamiz. Qani oyimchi, tushing.
bu yerga nega keldik? Tushing, bilib olasiz hozir. Bo'ling tezlashing. Mana hammasi tayyor. Boshladik bo'lmasa. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Meni g'ururim bor, orim bor. G'ururim bor, orim bor. Ularni mashinaga quruq cho'ntagi bilan chiqishdan oldin o'ylash kerak edi. Qani? Ish qilamiz. Bunaqa joyda g'alati emasmi? Nimasi g'alati? Nimasi g'alati? Tabiat, mazza-ku. Hech kim yo'q. Qani? Boshladik. Men umrimda bunaqa ish qilmaganman. Qilmagan bo'lsangiz, oyimcha mana biz bilan qilasiz-da endi. Shaxsan o'zim bilan qilasiz. Hali ko'p qilamiz bunaqa ishlar birgalikda. Agar kelishib qolsak. Keling, to'xting. Undan ko'ra telefonimni sotib pulini bera qoling. Men endi yuramanmi telefoningizni ko'tarib? Kim oladi deb bozor. Tamom, mana shu ishni qilamiz. Hozir qilamiz. Shuncha yurib bekorga keldikmi? 15-20 kilo dovcha tersak yetadi. Dovcha? Ha, dovcha? Hozir bozorda bilasizmi dovchaning narxi qanchaligini? Hamma homiladorlar xohlaydigan narsa-ku bu. Qani, ketdik. Ha, shuni ertaroq yetmaysizmi? Ana, keling. Kenoyin telefon qilyapti. Alo, Allo. Qattasiz? ishdaman, majlisdaman. Ishtasizmi? Men o'z ishxonangizdaman-ku, nega aldayapsiz meni? Jonimga tegib ketdi bu yolg'onlaringiz, bilasizmi siz? To'ydirib yubordingiz hayotdan. Bir ish bilan ko'chaga chiqqandim. Chidolmayman. Ketaman uyimga. Narsalarimni yig'ishtirib ketaman, ajrashaman. Men siz bilan bir kun ham yashamayman, bo'ldi. Voy, sen esing joydami onasi? Uyga ketaman, ajrashaman dedi-ya. Allo. Taksimi bu? Assalomu alaykum. Ha, taksi. Berilgan manzil bo'yicha boraymi? Albatta, Tinchlik ko'chasi 2-uyga keling tezroq. Iltimos qilaman, faqat bitta mardikor bilan keling. Nimaga mardikor? Narsalarim bor, olib tushish kerak-da. Men o'zim tushirib beraman, pulini bersangiz. Mayli, qiynalib qolmaysizmi axir? Qiynalmayman, o'sha yukingizni qiynab qo'yaman kerak bo'lsa. Qishloqda jaydali yigitlardanmiz. Ha, mayli, unaqa tezroq keling. Xo'p bo'ladi. Hozirroq lokatsiya bo'yicha boraman. Xo'p. Allo. Yetib keldim. Yaxshi. Tepaga chiqing 7-qavatga. O'ng tarafdagi kvartira. Hozir 15 sekundda liftda chiqib boraman. Voy, uzr endi aka, liftimiz 3 kundan beri ishlamayapti. Mayli, zinada chiqaman bo'lmasa. Xo'p. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Nima tushirish kerak? Albatta, hammasini tushirish kerak. Bitta olib tushasizmi? Og'irlik qilmaydimi? 7-chi etajga chiqib tushishga o'zi bo'ladimi? Hammasini birdan olib tushib ketaman. Mayli.
Hormang ukam. Ha, yaxshimisiz aka? Podyezdga ko'chib keldingizmi? Yo'q, taksistman. Narsalarni tushirishga yordam qiling degandi. Yordam qildim-da. Tepadan, 7-qavatdan. 7-qavat? Ha, 7-qavat, o'ng qo'ldagi uy. Bir chiroyli ayolcha bor ekan, qaddi qomati kelishgan. O'shani uydan olib tushdim aka. Hey! O'sha chiroyli ayol meni turmush o'rtog'im bo'ladi, tushundingmi? Tushundim. Men adashdim aka, 7-etaj emas, 6-qavat. 6-qavat o'ng qo'ldan olib tushdim. 6-qavat? O'sha yerda ayolcha bor ekan. 6-qavatda meni singlim turadi o'ng qo'lda. Yo'q, aka, men matematikani yaxshi o'qimaganman-da. 5-etaj ekan. 5-etaj o'ng qo'ldagi uydan olib chiqdim. Matematikani bilmaydigan bola. O'ng qulog'i bilan eshitib olgan. O'sha 5-etajda meni kelinim turadi, kelinim, tushundingmi? Yo'q, akajon. Kallam qursin, issiqda oftob o'tib ketibdi. Men u chiroyli ayolchani bu podyezdda ko'rganim yo'q. Umuman bu yaqin atrofda ko'rganim yo'q. Men uni kinoda ko'rganman, kinoda. Ish qilib aktrisa qarindoshingiz yo'qmi? Aktrisa qarindoshim yo'q. Nima botib o'tdi? Sen meni ruxsatimsiz hech yoqqa ketmaysan. Ketaman. Ketmaysan dedimmi? Ketmaysan. Meni ajrashadigan xotinim yo'q. Sen esa mana bu lashlushlarni yig'ishtirib, tepaga joyga olib chiqib qo'ygin. Tushundingmi? Akajon, baribir ajrashmaydigan bo'lyapsizlar-ku. Er-xotin ikkita ko'tarib chiqib ketinglar, uyga kirasizlar-ku. Tez bo'l dedim. Hozir akalarim chaqiraman. Iloji bo'lsa ko'proq chaqiring. U eringizni hamma urug'ish podyezdga yig'ilgan ekan. Kimni chaqirsang chaqir. Sen esa tez olib chiq, bo'l. Hozir ko'rasiz, shoshmay turing. Bor. Senga nima dedim? Olib chiq dedim, tez harakatingni qil. Olib chiq tez. Xo'p. Yomg'ir yog'ordimi? Ha, yomg'ir yog'ardi. Olib chiqib qo'ydingmi? Ha, olib chiqib qo'ydim. Bo'ldi, senga ruxsat, ketaver. Puli-chi, puli? Qanaqa puli? 7-qavatdan shuncha narsani olib tushdim, keyin yana olib chiqib qo'ydim. Hazilish bo'lmadi aka, bu yerda xizmat haqqimni beringlar. Seni kim chaqirgan bo'lsa, pulini o'sha beradi. Lekin u yo'q. Men esa seni chaqirganim yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Menimcha meni chaqirgan odammi akalari kelyapti. Ha, pochcha. Nima gap? Assalomu alaykum. Ish gap yo'q? Hammasi joyida? Salomingni pishirib ye. Nega singlim xafa qilasan? Men xafa qilganim yo'q. Ey, menga qarang. O'tgan safar kaltak yeganingiz esdan chiqib qoldimi? Esimdan chiqqani yo'q. Har sovuq tushganda qo'l oyog'im zilqirab og'riydi. Mana Bu safar undan battar qilib do'pposlayman. Qo'ying aka, menga qilsa ham jiyanlarimiz otasi. rahmat qaynim, rahmat. Borishiga shukr. Singlimning narsalari qani? Tepada mana olib chiqib qo'ydi. Sen olib chiqib qo'ydingmi? Men olib chiqdim. Men taksi chaqirishganda kelgandim aka. Meni tanidingiz-ku, ha? Tanidim. Qanday olib chiqqan bo'lsang, shunday olib chiqasan. Iltimos, akajon, unday qilmanglar. Oy, kirakashmisan? Kelishdingmi? Olib tushasan. Yo'q, Nimaga? taksistmasman.
Mardi ko'rolmasman. Man kalitim mana. Mashina sizniki, kalit ham sizniki. Mashina ham kerak emas, taksichilik ham kerak emas. Bundan buyoqqa taksiga ham chiqmayman. Umuman taksichilik ham qilmayman. Avtobusda yuraman. Oilaviy muammolaringni o'zlaring hal qilinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, taksimi aka. Baychim kerak shuni. Tushdimi? Tushdim. Ya. Masta 93 ga tushganman. Ana. Turing. Buni nima nimasi bor bu yerda? Davay. Alamda. Ketdikmi? Voy kirmanglar ey sizlar. O'zi ikki xona kichkina. Yo'q, kirmoqchi emasman, voy so'radim xolos, menimcha. Ketdik. Nima bo'pti? Sen olib chiqdingmi? Achqisiga yomon tushdi, yomg'ir. Ko'rdingizmi? Yomg'ir tushdi achqisiga. Matematikani yaxshi o'qimaydigan, yaxshi bilmaydigan ola. Matematikani yaxshi bilmaydigan. Boshqatdan endi. Har degansiz men futbolkam 4ta ipi uzilyapti, gapiring. Kuldirma. Ala kulishini qara, ala qaqala.